Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hammangiz sog' salomatmisiz? Oilalaringiz tinchmi? Hozirgi kunda Hanjardan so'rab turgan aka-ukalar uchun ma'lumot berib o'taman. Nimaga deganda, hozirgi kunda aka-ukalarimiz Hanjar jo'jasidan so'rab turibdi ko'p. Endi mana shu bitta mana shu qolgan, bu ham yaqinda chaqirdi aka-ukalar. Katta hanjarimizni Toshkentga Muzaffar ukamizga berib yuborganman. Sherikchilik qilamizda bitta makoni bor edi, pixli makoni. Bir havasim ketganda, ana shu makonga qo'shasan, jo'jalarni xudo xolasa ulashamiz, ikkalamiz degan maqsadda chiqarib yuborganman. U hanjar o'ldi Toshkentda. Xullas, ma'lum sabablarga ko'ra o'zimning uyimdagi zolotchka hanjarim bu bitta xo'roz bilan setkalashib qolib, bu ham shu setkadan ushlab shu rekani tepavergan. Xullas kalom, oyog'i 6 ta 7 ta yerdan sinib ketganda, xullas tuzatib bo'lmaydigan darajaga kelgan. Keyin so'ydim men uni. Xullas kalom, ana shu ikkita hanjarga ishonib hammasini sotib yuborganman. Bitta mana shuni olib qolganman. Bu hanjarga kobra chiqqan bu aka-ukalar. O'yini ko'rilgan, o'ta darajada kaltagi qattiq, o'ta darajada texnika, barmog'ining uchidan boshigacha texnika, juda ham yo'l tanlamaydi. Har liboy sposob uradi xullas kalomda. Bobosiga o'xshasa, xudo xolasa, shu birinchi raundda ikkita ko'zda ham uradi. Xullas. Endi nima demoqchiman? Bu so'rab Hanjardan so'rab turgan aka-ukalarimiz uchun hozirgi kunda endi ko'p telefon qo'ng'iroqlari orqali nima bo'lib turibdi, shuning uchun bitta maxsus video ishlab qo'yin dedim. Hozirgi kunda yo'q. Buni o'zi yaqinda chaqirdi. Mana shu Shamo makonimga qo'shdim buni, laqabi Kobra. Bu ham o'ta darajada qattiq narsa. Endi bitta o'zini olib bir nima qilgandan keyin 11 minglik makonga qo'shish niyatim bor, yo'q emas. Ana shunga qo'shsam o'ta darajada bir juda ham bir kuchli jo'jalarni beradi degan umiddaman, niyatdaman. Xullas kalom. Akalar, ukalar. Telegram guruhimiz bor. Telegram guruhimizga o'tsangiz, kasalliklar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'roz janglarini tomosha qilishingiz mumkin. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bu parranda boqadigan bo'lsangiz, bu albatta siz uchun kerakli kanal bo'ladi. Akalar, ukalar. Bu videomiz shu Hanjarni jo'jasidan so'ragan akalar, ukalar uchun maxsus video qilib ishlab turibman. Qo'ng'iroqlar orqali so'rab turibdilar jo'jasidan. Jo'jalari yo'q. Xudo xolasa bahorda chiqqandan keyin xudo xolasa men o'zimga kerakini olib olaman. O'zimga kerak ko'p emas, bir 2 ta 3 ta xo'roz, bir 2 ta 3 ta makon olsam, endi menda o'zi qo'yadigan unda ko'p lishniy yer ham yo'q. Lishnisini sotaman, nima qilaman? Bu narsalarni o'zi bo'lmaydi boqishda akalar, ukalar. Shuning uchun sotishimiz ham kerak. Sotmasak boqish qiyin. Buni rasxoti shuncha xo'rozni yer ichari oson emas-da. Shu uchun sotamiz, sotmaymiz emas. Sotmasak boqish qiyin. Akalar, ukalar, sog' salomat bo'lasiz. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha deb qolamiz. Omon bo'ling. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsiz.